Ikramah. Oy parcham meni. Nima bo'ldi senga asalim? Betobmisan. Siz bizni yomon ko'rasiz. Oyimni, akalarimni yaxshi ko'rmaysiz. Men ham sizni yaxshi ko'rmayman. Meni sendek bir razil bilan gaplashadigan gapim yo'q. Gapingizni o'ylab gapiring, Sultonxonam. Volidamni haqorat qilolmaysiz. Agar volidamning boshidan tola soch to'kilsa, bilib qo'ying, shu saroyni boshingizga ag'daraman. Bas qiling. Qarshingizda joriya turgani yo'q. Volidam bilan bunday gaplashishga qanday haddingiz sig'di? Ikramah, xonangga bor, o'zingni bos. Ket. Yo'q, volida. Hech qayoqqa ketmayman. Bo'ldi-da endi. Hech kimning sizni ayblashga haqqi yo'q. Shuning hech kimga foydasi yo'q. Aksincha birga bo'lib, bir-birimizni qo'llashimiz lozim. Volidamning o'limiga sababchi bo'lganlarga qo'llarimni uzatmayman.